Assalomu alaykum aziz qushsevarlar. Bugun sizlarga men 2025-yilda boqib parvarishlagan Aleksandr tut qushlarimning polaponli davridan donga tushib katta bo'lguncha bo'lgan jarayonlari haqida ma'lumotlar ulashmoqchiman. Ma'lumotlar ko'pligini inobatga olib, bu parimiz haqida videoni 3 qismga bo'lib chiqdik. Aleksandr polaponlarini ruchnoga oldik. O'sha o'rgatish jarayonlarini boshladik. Birinchi navbatda shovqin qilish mumkin emas, chunki yangi uy, yangi joy, yangi ovozlar, ularning hammasi qushda qo'rquv va stress uyg'otadi va ularga shovqindan uzoqroq, lekin odamlarni ko'rib turadigan joyga qo'yiladi. Sababi Aleksandr tut qushlari muloqotda yoqtiradi, odamni ko'rib turmasa zerikib qolishi mumkin. Dastlabki haftalarda asosiy e'tibor moslashuv va sog'lom ovqatlanishga qaratiladi. Keyin har kuni bir xil vaqtda kashalarni berishga harakat qilinadi. Bu davrda qo'lga o'rgatish jarayoni ham boshlanadi. Shoshilmasdan, majburlamasdan o'rgatiladi. Bir oydan keyin ularning xarakteri aniqroq bilinib boradi, yangi narsalarga tez qiziqadi, ko'proq harakat qiladi. Ikkinchi oyga kelib ancha katta bo'lib qolishdi. Shu paytdan boshlab ismlariga ham o'rgata boshlanadi. Bir xil ohangda gapirish, bir xil so'zlarni takrorlash bu davrda juda tez o'rganadi. 3-oyga yaqinlashganda esa ular uyga deyarli to'liq moslashgan, ancha mustaqil va faol bo'lishdi. Parvarish jarayonini biroz yengillashadi. Doimiy tozalik, sifatli ozuqa, o'yinchoqlar bilan band qilish, har kuni muloqot qilishni davom ettirishga e'tibor beriladi. Chunki Aleksandr tut qushi juda aqlli, tez o'rganadigan va e'tibor talab qiladigan qush hisoblanadi. 3 oylik bo'lguniga qadar polaponga ko'proq e'tibor beriladi. Keyingi qismda 3 oydan keyin o'zgarishlari va o'rgatish jarayonlari haqida ma'lumot berib boraman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Yurakchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.